Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana nihoyatda bir qiyin sharoitdagi oila bor. Ushbu oila o'ta bir qiyin sharoitda. Sizlardan iltimos obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar, birodarlar. Mana shunaqa qiyin sharoitdagilarga kelamiz. Mana bular ota-onasi nima otasi yo'q, onasi bor. Ular hozir shifoxonada ekan, kichkinagina bolachasi bor, emizadigan, uni ham shifoxonada darbadar holatda olib ketibdilar. Pullari ham yo'q ekan. Juda bir qiyin sharoitda do'stlar. Mana hozir biz keldik, agar imkon bo'lsa biz shifoxonaga ham boramiz do'stlar. Sizlardan iltimos, bizlarni obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing. Mana shunaqa oilalarga boramiz. Mana bular ko'z yosh qilib nima qilib o'tirgan, onasi yo'q bechoralar. Nihoyatda do'stlar iltimos, obunada yordam berib turing. Har xil videolarga like bosib obuna qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana shunaqa videolarni sizlardan iltimos obunada yordamlashing birodarlar. Mana sharoit nihoyatda og'ir. Mana hamma narsa olib keldik biz ro'zg'or uchun. Bu nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Xo'p, do'stlar, unda bo'lsa biz qaytamiz inshaalloh. Agar bo'lsa biz shaharga ham borib, bularni onalaridan ham xabar olishga harakat qilamiz. Ag'lat mashba.